imtihonga oxiriga qo'shilgan savol. Hali uncha-muncha odam bilmaydi va ko'pchilik xato qilyapti. Sizlar ham o'zingizni sinab ko'ringlar. Tartibga soluvchining bu ishorasida qaysi transport vositalariga harakatlanishga ruxsat etiladi degan savol. Mana bunda o'tirishadi. Men avtomaktabda o'qiganimda tartib soluvchi o'ng qo'lini ko'tarsa, barcha tomondagilar harakatlanish taqiqlanadi deb aytishardi. To'xta, savolda ruxsat etiladi deyotgan ekan, qidirishni boshlashadi. Qarasa, yangi mashina surtmabdi, YPX, mana mashina migalkasi yo'q, shunga mumkin deb xato qilib qo'yotgan ekan o'quvchilar. Siz ular xato qilmanglar. Tepaga ko'taryaptimi, o'ng qo'lni barcha qatnashchilar harakat taqiqlanyapti. Hamma bo'ysunish shart. U pajarnik bo'ladimi? MCHS bo'ladimi? Yo'l patrul xizmat xodimi bilan farqi yo'q. Kim bo'lsa ham bo'ysunish shart ekan. Demak, barcha transport vositalariga harakat taqiqlanadi deymiz. Shuningami eslab qo'yinglar. Manfaatli bo'ldimi? Like bosib qo'yishingizdan chiqmasin.